Ko'p yashang. Rahmat, rahmat. Bo'ladi. Bo'ldimi? Belim og'rib ketdi. Ukaman qara. Bitta narsani kelishib olaylik, ikkalamizniki bir xil chiqsin. Sen qaynotamizni nima deb chaqiryapsan? Shu narsa? Ha, shu nima deyapsan? Men ham shu nima demayapman-da. Endi g'alati-yu aka. Shu. Ha, qizingiz yaxshi. Xo'p, dadamga salom aytib qo'ying, oyijon. Voy plus. Ukaman qara, qaynopang, kenayni bitta joyga borib kelishim kerak edi. Mashinani mo'ka qilib kelgin. Menga aytyapsizmi? Boja, endi bojaga ishib yursa g'alati bo'lsa kerak. Nima? To'yda oldin akam mashinangizni yuvib kelib beraverdim, o'zi yalinib yurardi. Shu ukam bilan bekor boja bo'ldim-da. Kelin, opangiz qani? Bilmadim, pochcha. Ha, bo'lmasa tuflimi kremlab, choy damlab bering. Nima bu kenay? Dog' ketmagan. Chala yuvgansiz-da? Sardor aka, ruxsat bersangiz bugun uyga borib kelardim. Opa, siz o'tgan safar borgansiz-ku. Endi meni galim. Bilmadim, oyim seni sog'indim, sen kelgin dedilar. Nima? Sizmi? Oyimi? Voy, yengiling-yu. Kenayi? Labek, Singlingiz qayerda? ukangizdan romantikani urgansiz bo'lmaydimi? Sinimga har kuni gullar sovg'alab olib keladi. Yaqinda iPhone ham olib berdi. Sinim mazza qilib videolar olyapti. Zato singlingda Lark Max 2 yo'q. Voy, nima bu? Bu Hollyland kompaniyasining eng oxirgi modeldagi yangi mikrofoni. Hech qanaqa kabelsiz 340 metrgacha ishlaydi. Ovozi juda ham sifatli yozadi va zaryad 3 kunga yetadi. Maxsus quloqchini ham bor. Eng asosiysi juda ham ixcham va qulay. Mazza qilib ishlatamiz. Voy, rahmat Sardor aka. To'xtang. Buni ishlatishga telefonim yo'q-ku.